Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun 14-iyul 2026-yil. Bu Yashida Oltiariqdan Abdukarim akam jo'natgan peshet matichka o'tiribdi. 22 ta ramkada. Arlari hozir ko'chirishga tayyorlayotgandim. Shundoq o'tib ketolmadim. Abdukarim aka, ko'ryapsizmi arlaringizni? 22 ta ramkada. Zich o'tiribdi. Bugun ko'chiramiz. Ko'ramiz qanaqa asal tushar ekan. Yanglishmasam eng ko'p asal aynan mana shu Yashidan olaman. Karpatlari ham uncha-munchasidan tiyrak. Ikkitagina karpat bor. Shunga yaqin ishlab turgan. Boshqa karpatlar lekin hammasi undan orqada.